Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının iltimosi bilan Markaziy Iroqdagi Yer shari imomlar kengashining 2021-yili 30 dekabr kuni e'lon qilgan va butun islom dunyosini Sharq Turkiston musulmonlariga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoyda o'tkaziladigan 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilishga chaqirgan birlashma bayonoti zo'r ta'sir paydo qilgan va bu sababdan Xitoy hokimiyati toki yaqinqi kunlargacha Yer shari imomlar kengashini hujum nishoni qilib kelgan edi. Xitoyga yana bir zarba butun Yevropadagi yerlik musulmonlarning eng yuksak vakillik organi hisoblangan Yevropa musulmonlar munbiridan keldi. Dünya Uyg'ur qurultayi bilan xeyli yillardan buyon yaqin hamkorlik ishida bo'lib kelgan Yevropa musulmonlar munbiri 2022-yillik Beijing qishliq olimpiyaning boshlanish harfisida birlashma bayonot e'lon qilib, xalqaro jinoiy ishlar sudini Sharq Turkiston musulmonlariga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy rahbarlarining jinoiy qilmishlari haqida tekshirish elib berishni talab qildi. Yevropa musulmonlar munbirining raisi Abdulvahid Niyazu apandining imzosi bilan e'lon qilingan mazkur bayonotda Sharq Turkiston musulmonlariga zulm silayotgan va irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoydagi bir davlatda o'tkaziladigan olimpik yig'inini diplomatik boykot qilish qarori olgan Amerika, Angliya, Fransiya, Kanada, Avstriya va boshqa davlatlarni olqishlaydiganligini ifoda qilish bilan birga Xalqaro olimpik komitetini Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan, musulmonlarning ovozini bo'g'iyotgan, millionlagan begunoh insonlarni jazo lagerlariga qamab, ularni ig'ir darajada xo'rlayotgan, Sharq Turkiston musulmonlarini majburiy tug'mas qildirayotgan tog'dek paketlarni ko'rmasga silib, 2022-yillik Beijing qishliq olimpiyaning Xitoyda o'tkazilishiga yo'l qo'yganligini qattiq aybladi. Yevropa musulmonlar munbirining Xitoyning zulmini xalqaroga fosh qilishda Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan har zaman yaqin hamkorlik ichida ekanligi ta'kidlangan mazkur bayonotda xalqaro jamoatchilikdan Xitoyni jinoiy javobgarlikka tortish talab qilingan. Markaziy Belgiyaning poytaxti Brukselga joylashgan Yevropa musulmonlar munbiri bo'libmi Rossiya, Sharqiy Yevropa va Balqonlarda zo'r nopusga ega bo'lib, mazkur tashkilot hozirga qadar Uyg'urlar masalasi haqida ko'p qitim bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulm siyosatini qattiq ayiblagan va har qitimliq umumiy yig'inlarga Dünya Uyg'ur qurultayining rahbarlarini taklif bilan qatnashtirib kelgan edi. Qurultay markaziy ishxonasining stansimizga bildirishicha Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki boshlanishidan bir hafta burun Yevropa musulmonlar munbiri ijroiya komiteti Dünya Uyg'ur qurultayi bilan suhbat yig'ini o'tkazib, irqiy qirg'inchilik olimpiki deb atalgan Beijing qishliq olimpik yig'iniga qanday inkos qaytarish masalasi haqida maxsus muzokara elib borgan. Yevropa musulmonlar munbiri tarafidan e'lon qilingan yuqorqi bayonotda Xitoyga qarshi ko'rsatilgan inkos Yer shari imomlar kengashi tarafidan e'lon qilingan bayonotdan kuchlik va ig'ir bo'libmi ularning xalqaro jinoiy ishlar sudidan Xitoy rahbarlarining jinoiy qilmishlarini tekshirishni talab qilishi kuzatuvchilarning alohida diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Dünya Uyg'ur qurultayi islom dunyosi bilan bo'lgan munosabatlarni kuchlantirishni o'zining eng asosli kun tartiblarining biri qilib kelmoqda. Irqiy qirg'inchilik olimpiki deb atalgan 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasining ichilish marosimida Xitoy hukumatining Dilnigar Ilhomjon ismli bir Uyg'ur tanharkatchini olimpik mash'ilini ko'tarishga o'rinlashtirganligi dunyoning kuchli diqqatini qo'zg'agan. Bu ahvol tezdan dunyodagi har qaysi cho'ng axborot vositalarida bas-basda xabar qilinib, Xitoy hukumati mushu orqali Uyg'ur qirg'inchiligini yushirmoqchi bo'layotidi deyilgan edi. Reuters agentligining 7-fevraldagi xabarda aytilishicha, Oqsaroyda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Oqsaroyning bayonotchisi Jin Saki muxbirlarning bu vaqtdagi savollarga javob berib, bir Uyg'ur qizining olimpik mash'ilni ko'tarishga tanlanganligi Uyg'urlarning qirg'in qilinayotganligidagi reallikni yushirib qolinmaydi. U joyda qirg'inchilik bo'layotganligi uchun hukumatimiz diplomatik o'makni musobaqaga avatmadi degan. Xitoy hukumatining Dilnigarni olimpik mash'ilni ko'tarishga bekitganligi muhojiratdagi Uyg'urlarning g'azabini qo'zg'adi. Dünya Uyg'ur qurultayi London ishxonasining direktori Rahima Mahmud xonim bu vaqtda New York vaqti gazetining ziyoratini qabul qilganda, vatanimiz hozir usti ochiq turmaga aylanib bo'ldi. Mushundaq ahvolda ularning bir Uyg'urga mash'al ko'tartib, Uyg'urlarning baxtiyor yashayotganligini tashviq qilmoqchi bo'lishi haqiqatanmi odamning ko'nglini ilashtirdi deb ko'rsatdi. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 20 yoshga kirgan Dilnigarning dadisi Ilhomjon Mullaji Xitoyda zo'r natija yaratgan chang'i telishdan harakatchisi bo'lsa-mu, bu qitimliq Beijing olimpik musobaqasi boshlang'uchi bo'lgan mazgilda Dilnigar bir qitimli tilga og'udek natija qozonib boqmagan ekan. Shunga mushundaq bir nomsiz tanharkatchining olimpik mash'ilni ko'tarishga tanlanganligi dunyoning zo'r diqqatini qo'zg'agan. Yana kelib o'tgan 10 yil mobaynida Xitoy millatchiligi bakla avish olgan Xitoyda izchil simvol xarakterga ega bo'lgan Xitoy shaxslarga xos deb qarilib kelgan bundaq imtiyozning bir Uyg'urga berilishini ko'p qism axborot vositalari Xitoy hukumati Uyg'urlarning qanchalik baxtiyor ekanligini namoyish qilish uchun g'arazlik o'rinlashtirgan faoliyat degan.
Bu vaqtda Dilnigar Xitoy hukumatining kani bo'lgan Shinhua agentligiga bu mening hayotimdagi eng chong sharaf degan. Ma'lum bo'lishicha bu qitimqi olimpik musobaqasining 7,5 kilometrlik musobaqaga chang'i telish turida 43-chi bo'lib oxirgi pallaga yetgan Dilnigar shu qitimliq musobaqa oyoqlashgandan keyin biroqla ko'zdan g'oyib bo'lgan. Amerika Kengash palatasining a'zosi Marsha Blackburn xonim o'zining Twitter betida bu vaqtda uchur yo'llab, biz uning ahvolidan andisha qilyapmiz. Shuningdek Xitoy Kompartiyasidan bu vaqtda jiddiy javob talab qilamiz dedi. Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki boshlangan dal 4-fevral kuni Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan Uyg'ur harakati tashkilotining qurg'uvchi raisi Roshan Abbas, Amerika Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris ishkaylan Krodiyaning poytaxti Zagreb shahri bilan Chexiyaning poytaxti Praga shahrida bir qator faoliyatlarni ilib bordi. 2 oyning 3-kunidan 6-kunigacha Krodiyaning poytaxti Zagreb shahrida orqa-orqadan faoliyat o'tkazib Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyati, dunyodagi har qaysi davlatlarning Uyg'ur masalasiga bo'lgan pozitsiyasi va olgan tadbirlari to'g'risida ma'lumot bergan. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim bu vaqtda Erkin Osiyo radiosiga ma'lumot berib mundoq dedi. 3-fevral kuni Belgiyaning poytaxti Brusseldan Krodiyaning poytaxti Zagreb shahriga keldik. Kepli Zagreb shahridagi kishilik huquq uyida o'tkazilgan yig'inga qatnashdik. Bu yig'inga Zagreb shahrida faoliyat ilib berayotgan kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, aqllar markazlarining mas'ullari, mutaxassislari va tashqi siyosat munbirining a'zolari ishtirok qildi. Roshan Abbas xonim 2 soat davomlashgan yig'inda Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyatining tafsiliy o'tirg'i qo'yilganligini bayon qilib mundoq dedi. Krodiya boshida sobiq Yugoslaviya yemirilib mustaqil bo'lgan Balkan davlatlarida xalqning Uyg'urlar to'g'risida ko'p ma'lumoti yo'q ekan. Biz Uyg'urlarning beshiga kelgan echinishlik ahvollarni anglatgan vaqtimizda bak ta'sirlanib ketdi. Chunki bu rayondami yaqinqi yillarda millatlar orasida zo'r urushlar bo'lgan ekan. Krodiya bilan Serbiya o'rtasidagi jangda izdiraksiz yo'q bo'lib ketgan nihoyatda ko'p kishi bor ekan. Uning ustiga 1992-yilda Bosniyada irqiy qirg'inchilik bo'lgan ekan. Shunga bizning deganlarimizdan bakla ta'sirlandi. Amerika Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri va Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq bosh taftishi Abdulhakim Idris apandi Krodiyada Uyg'urlar haqida faoliyat bo'lib boqmagan davlat ekanligini, shunga kishilik huquq tashkilotlari bilan ilib borgan yig'inda bundan keyin Krodiya va qo'shni davlatlarda nimalarni qilish to'g'risida muzokara ilib berilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Abdulhakim Idris apandi Krodiyada ilib borgan 3 kunlik ziyorat jarayonida ko'p sonda axborot organlarining ziyoratini qabul qilib, Uyg'urlar to'g'risida ma'lumot berganligini bayon qildi. Roshan Abbas va Abdulhakim Idris ishkaylan Chexiyaning poytaxti Praga shahriga yetib kelib, bir yurish faoliyatlarini ilib borgan. Ularni Chexiya parlamentidagi ba'zi parlament a'zolari va kishilik huquq tashkilotlari bilan uchrashib, bundan keyin Chexiyada ilib boradigan faoliyatlar to'g'risida muzokara ilib borgan. Roshan Abbas xonim Turkiyadagi faoliyatlarini oxirlashtirgandan keyin 31-yanvar kuni Gollandiyadagi Amerika elchixonasida Uyg'urlar to'g'riliq maxsus uchrashuv ilib borgan. Bu uchrashuvga Gollandiya parlamentining a'zolaridan Robin Brekelmas, Agnes Molden qatorliq kishilar qatnashgan. Ular mazkur uchrashuvga qatnashgan parlament a'zolaridan Gollandiya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhi qurishni talab qilgan. Uyg'ur harakati tashkiloti rahbarlari Gollandiyadagi faoliyatlarini oxirlashtirib, 1-fevral kuni Belgiyaning poytaxti Brusseldagi axborot klubida Yevropa kishilik huquq fondi tomonidan o'rinlashtirilgan Adam Nada hujjatlik filmining qo'yilish murosimiga qatnashgan va Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari ishtirok qilgan muxbirlarni kutilish yig'ini o'tkazgan edi. Xitoy sohibxonligidagi Beijing qishliq olimpik musobaqasi 4-fevral kuni Amerika, Angliya, Kanada va Avstraliya va Hindiston qatorliq ko'plagan davlatlarning diplomatik boyqutining, shundaqla nurg'un demokratik allardagi kishilik huquq tarafdorlarining norozilik namoyishlarining ko'langusi ostida boshlangan edi. Nurg'un kuzatuvchilar Xitoy hukumatining bu olimpik musobaqasini Xitoy Kompartiyasining jinoyatlarini oqlashdagi tashviqot vositasiga aylantirishdek maqsadiga yetilmayli qolmasdan, balki Xitoyning mohiyatini yanada ochiq oshkorlaganligini bildirishmoqda. Beijing olimpik musobaqasining Amerikadagi tarqitish huquqini setib olgan MBC xabar televiziyasi va boshqa nurg'un televiziya kanallarida Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va bu olimpikning mohiyatini yanada ko'p xabar qilingan ham muloyiza qilingan. Bu Uyg'urlar masalasining jiddiyligi va Xitoy hokimiyatining haqiqiy ish yuzining keng xalq ommassiga to'nilishiga yanada keng yo'l ochgan. MBC kanali Beijing olimpik musobaqasiga munosabatli tarqitishlarni boshlaganda ilgirgidek tantani bilan emas, balki bu musobaqaga ko'langi tushirayotgan Xitoyning chekidan oshgan yuqum tadbirlari va Xitoyning kishilik huquq xotirasi bilan boshlagan. Programma riyosatchisi o'zi Beijingda turib qolgan bu anglatishida oldi bilan virus boshlangan davlatdagi bu musobaqaga kelgan har qanday odamning intayin qattiq yuqum tadbirlariga uchirganligi bayon qilingan. Ondan mundaq degan: bu olimpik musobaqasiga chetishliq hamma narsa. Mayli sohibxon, mayli mehmon, mayli olimpik komiteti, mayli qo'llag'uchi shirkatlar va tanharakatchilar bo'lsin, hammasi kuchlik savolga duch kelyotdi. Amerika hukumati bu yerga kelmadi. Amerika, Kanada, Angliya va Avstraliya Xitoyning kishilik huquq xotirasi sababidan musobaqani diplomatik boykot qildi.
Amerika hökuməti Xitay Kompartiyasının Şinjan'dakı Uyğur musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini jakarladi. Amerika hökuməti bu yerga kelmagan bo'lsa-mu, ammo Amerikalik tanharəkatchilərimiz mana bu talash-tortishlar va munozaralar ichida musobaqaga qatnashmoqchi. Biz birdamdan keyin bu vaqtda yanamı tafsili to'xtalamiz. Bir soatdan keyin MBC kanali Xitoy hökumatining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida intayin tafsili ma'lumot berilgan bir muqaddima bilan Olimpikni xabar qilishni boshlagan. Mazkur programmada 2015-yili Beijing qishliq Olimpik musobaqasini o'tkazish haqqiga erishgan Xitoyning xatarlik zo'rayishi va uning oqibatlari tafsili tushuntirilgan. Buningda birinchi muhim masalaning Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan irqiy qirg'inchiligi ekanligi. Xitoyning hozir 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa millatlarni tutqun qilib, lagerlarga qamaganligi, ularni dafsanda qilayotganligi, majburiy emgakka silayotganligi va lagerlarni kasbiy mahorat bilan tarbiyalash deb atayotganligi qatorliq mazmunlar bilan tafsili tushuntirgan. Programmada yana Xitoy hukumatining Tibetlar va Hong Konglarga qaratgan bostirishi, Xitoy tennis mayori Peng Shuining g'oyib qilinishi, Olimpik komitetining boshlig'i Thomas Bachning barliq tanqidlarga qaramay, musobaqani yo'tkashni rad qilganligidek barliq tafsilotlarni to'liq tushuntirib o'tgandan keyin ondan musobaqaning tarqatishlarini boshlagan. MBC kanali Beijing Olimpik musobaqasi boshlanishdan burun irqiy qirg'inchilik olimpiki deb atalıyotgan bu musobaqani tarqitish huquqini setib olganligi uchun Amerikadagi davlat arboblarini, siyosiy yo'llarning va kishilik huquq aktivlarining qattiq tanqidiga duch kelgan edi. Hatto Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining qo'sh raislaridan Kengash palata a'zosi Jeff Merkley bilan Avam palata a'zosi Mick Curran Amerika MBC Universal kanalining ijroiya direktori Jeff Shillga xat yozib, Beijing qishliq olimpikini naq maydondan tarqitadigan bu kanalning programmalarida Uyg'urlar uchrayotgan zulmga o'rin berishni talab qilgan edi. Yahudilarning Amerikadagi eng donliq gazeti bo'lgan Forward gazetida yaqinda dunyo bizni qutqizishda mag'lub bo'ldi. Lekin biz Uyg'urlarni qutqizishda mag'lub bo'lsak bo'lmaydi sarlavhalik bir barcha maqola e'lon qilingan. Mazkur maqolani Amerikadagi Yahudi qirg'inchiligi xotira muzey Simon Sökchid irqiy qirg'inchilikning oldini olish tadqiqot markazining mudiri Naomi Koril xonim va Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan omon qolguvchi Rachel Golfar xonim birlikda yozgan. Maqolada Yahudi cho'ng qirg'inchiligi oxirlashib 77 yildan keyin yana bir irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan davlatda Olimpik musobaqasining o'tkazilishiga dunyoning bir chetda qarab turayotganligi qattiq ayiblangan. Ular maqolda mundaq deb yozgan. Tanharəkatchilar Beijingdagi tantarbiya maydonida paraddan o'tayotganda, Beijingdan necha ming kilometr yiroqlikdagi Şinjan'da faqat Uyg'ur va musulmon bo'lganligi uchun necha million Uyg'ur Xitoyning lagerlarida tutib turilmoqda. Ma'lum bo'lishicha 1936-yili Berlin yozliq Olimpik musobaqasi o'tkazilgandan keyin Yahudilarga bo'lgan kamsitish, bostirish kun sari ortgan va Yahudilarga qarata Yevropada keng ko'lamda qirg'inchilik elib berilgan. Yahudi qirg'inchiligi xotira muzeyida fidoyi bo'lib ishlaydigan xodimlarning ko'pinchisi Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan omon qolguvchilarning oila taobatlari bo'lib, ular har qitimliq faoliyatlarda dunyoning har qanday bir yerda irqiy qirg'inchilikning qayta yuz berishining oldini olish kerakligini ogohlantirdi ekan. Olg'a gazetida e'lon qilingan maqolda yana shundaq deb yozilgan. Agar dunyo ogohlantirish berilgan va davomlashayotgan jinoyatlarga vaqtida javob qaytarilmaganda, nima ishlarning yuz berdiganligini obdan bilamiz. Amerikadagi Yahudi guruhlarining asosliq siyosat markazi bo'lgan Yahudilarning ommaviy ishlar kengashi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini ayiblagan. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirgan Yahudilar jamoatining dunyoning har qaysi joylarida har xil shaklda ko'krak kerib o'tirg'i chiqishi, ularning Uyg'urlar tarafda turib adolatni yo'qolishi muhojiratga Uyg'ur jamoatini xursand qilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, Yuqorida Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi gündəlik xəbərlər proqramısını diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq proqramımızı görüşəyli. Görüşəcəmin boğaysılar. Xeyir xoş. Erkinlik yolunda sudək axdı bizning qanimiz. Sen üçün ey yurtimiz